2025-yil 10-oktyabr kuni tarixdagi eng keskin kun sifatida tarixda qoldi. Donald Tramp Xitoyga 100% bojlar e'lon qildi. Natija nima bo'ldi? Bitcoin 12% ga, Ethereum 16% ga va Dogecoin 50% ga narxi quladi. 1.6 million trader butun kapitalini yo'qotdi bu vaqt ichida. Lekin kimlardir juda katta pullar bu yerda ishlab oldi. O'zi voqea qanday boshlangan edi? Dushanba kuni Bitcoin tarixiy rekord $126,500 tarixiy rekordni yangiladi. 5 milliard dollarlik ETF larga kiritildi va juma kuni Donald Tramp aytayaptiki, Xitoyga biz 100% boj e'lon qilamiz. Natijada juda katta bozor quladi. 1 soat ichida $19.1 milliard likvid bo'ldi. Buni tasavvur qilishingiz uchun Covid krizisiga solishtirganda bu 20 barobar ko'p degani. Har daqiqada $250 million likvid bo'lyapti va 60 minutda ichida 155 ming traderlar minusga kirib ketyapti. Aytib o'tganimdek, bu payt ichida juda ko'p insonlar pul yo'qotdi va juda ko'p insonlar bundan pul ishladi. Aynan shunaqa yangiliklarni oldindan bilib turmaydigan bo'lsangiz, siz xuddi shunaqa bitta Twitter yozishi bilan butun boyligingizni yo'qotishingiz mumkin. Buning uchun esa sizga bitta hamjamiyat kerak. Aynan mana shu hamjamiyatni biz 10K investorlar klubida yaratdik. Bunda bozor yangiliklari, xuddi shunaqa risklar, xavflarni oldindan aytib turish uchun biz insiderlik ma'lumotlarni berib turamiz. Hamjamiyatga qo'shilish uchun esa hoziroq kommentariyada pul so'zini yozib qoldiring.